أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Parvardigor olam muborak kalomini tilovatini bu yerda qilinayotgan xayr ehsonlarni dargohingga husn qabul aylagin. Savobi samaratlarni hammalarimizni shafaat xohimiz. İki olam sarvari janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhi poklariga hidoya qilding. Ularning qatorlarida bu Qirg'iziston diyoridan o'tgan barcha ulug'lar, avliyoulloh, mashoyixlar, barcha la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan mu'min mu'minalarni ruhoniyatlariga baxshida qildik. Bizlardan avval iymon bilan o'tganlarni rahmatingga olib oxiratlarni obod aylagin. Biz tiriklarni bo'lsa o'zingni zikring, shukring, ibodatingda qoyim aylagin. Bu diyorlarga rahmating, tinchlik, salomatlik, ofiyat, barakot kabi ulug' ne'matlaringni ala davom qilgin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa dabil akhirah. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahman. Ya buna kart açılıptır, dostluk buna. Dostluk kartası. Mamlaketlerimizde intivoqchilik bo'lsin ha. Dostluk o'zbekon bo'lsin. Bu iki xalq o'rtasidagi mehr muhabbatni, qarindosh urug'chilik rishtalarini o'zing abadiy qilgin. Parvardigor olam o'sha boshliqlarimizni ham bizlarga mehribon qilib qo'ygin. Azaldan bir xalq bo'lganmiz, yana o'sha bir xalqida o'zing hammalarimizni yakdillik bilan davom ettirgin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man xodama xudima dedilar, ya'ni kim xizmat qilsa unga ham xizmat qilinadi dedilar. Mana shu hadislariga hammalarimizni xosatan shu ishlarda xizmat qilayotgan aka-uka, hoji akalarimiz, hoji onalar hammalarini o'zing dohil aylagin.